Rustam, oldingi videoyingda bitta обсуждение ketdi. 1.73 bo'yicha. Hop. Shu bo'yicha batafsil tushuntirib bera olasanmi? Kommentariyasiga yozdi 1.73 nima deb. Mana chizib beraman. Doira. Ya'ni 2 pi. To'g'rimi? Ha. 360 gradus. Bizda mana transformator 3 ta faza bor. A, B, C 3 ta faza bor. Fazalar oralig'i 120 gradus. Hop, mana nuqta belgilanib 120 gradusdan bo'lamiz. Mana bu bitta bo'ladi, mana bu bitta bo'ladi. Ya'ni 0 360 bilan 0 bitta bo'ldi. Bu 120 gradus bo'lsa, bu necha bo'ladi? 240 gradus bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Buni bundoq chizib olamiz mana. Mana bu A faza, bu B faza, bu C faza. Xo'p. O'rtada neytrali bor. Ya'ni faza kuchlanishi bor, liniya kuchlanishi bor. Masalan, faza kuchlanishini neytralga nisbatan oladigan bo'lsak, 380 likda 220 volt chiqadi. Mana shuni mana neytral bilan mana A fazani oladigan bo'lsak, bundoq chizamiz. Misol uchun 10 sm chiqdi deylik. Nuqta qo'yamizda 10 sm chizamiz. Mana bu neytral, mana bu A faza. Bunga B ni ham, C ni ham qo'yish mumkin, fazli bo'ladigan bo'lsa. Endi bizda liniya kuchlanishi va liniya kuchlanish bilish uchun ikkita faza. Shunaqa. Fazalarning potensialini aniqlab olishimiz kerak. A fazadan mana B fazaga qaratib turib chiziq chizamiz. Chiziq chizdik. Mana shuni linikada o'lchaymizda, nuqta qo'yib turib, bundoq chizamiz. A bilan B yoki B bilan C bilan farqi yo'q. Mana shu o'lchaganimiz A bilan neytralni 10 sm bo'ladigan bo'lsa, A bilan B niki misol uchun 17 16 kattaroq chiqadi. Mana ko'rinib turibdi chiziqdan o'zi. Xo'p. Ustimiz qo'yganimizda, buni bunga bo'lganimizda 1.73 marta katta chiqadi. Bu 1.70 umuman o'zgarmaydi. 1.72 ham bo'lmaydi, 1.74 ham bo'lmaydi. B bilan C ga olsagan, C bilan A ga olsagan farqi yo'q. Liniya kuchlanishini faza kuchlanishiga bo'linmasidan kelib chiqadi. Ha. Tushuntira oldingmi? Endi ana trigonlik sxemada, zvezda sxemalarda tok bilan kuchlanish o'ynaydi faqat. Lekin 1.73 nimaligini bilish uchun mana shu jaydari usul bu. Bundan ortiq tushunish imkoni yo'q. Eng oson usul shu. Chizmani chizib, shuna qo'yganda bu chizma, ya'ni ikkita fazani potensialni chizmasi faza bilan 0 ni chizmasidan 1.73 katta chiqadi. Понятно. Tushuntira oldingmi?